Ma'lumotlarga ko'ra, so'nggi yillarda aholi orasida bel va umurtqa og'riqlaridan shikoyat qiluvchilar soni keskin ko'payib bormoqda. Mutaxassislar bu holatni ko'pincha disk churrasi, ya'ni grija kasalligi bilan bog'lashadi. Ilgari keksalar kasalligi hisoblangan bu xastalik endilikda yoshlar orasida ham uchramoqda. Disk churrasi qanday kasallik? Uni o'z vaqtida aniqlamaslik qanday oqibatlarga olib keladi? Hamkasbimiz Dilshoda Avazova tayyorlagan lavha shu haqda. Disk churrasi umurtqa pog'onasi orasida joylashgan disk to'qimalarining siljishi yoki yorilishi natijasida yuzaga keladigan kasallikdir. U ko'p hollarda osteoxondrozning asorati sifatida shakllanadi. Mutaxassislar ta'kidlashicha, churraning paydo bo'lgan muddati katta ahamiyatga ega. 3 oygacha bo'lgan churra nisbatan yengil hisoblanadi. 3 oydan 6 oygacha bo'lgani esa surunkali turga o'tadi. Agar churra hajmi 9 mm dan kichik bo'lsa, uni jarrohlik aralashuvisiz davolash imkoniyati mavjud. Disk churrasining asosiy alomatlari belda og'riq paydo bo'lishi, harakatlanganda yoki yo'talganda og'riq kuchayishi, qo'l-oyoqlarda uyushish va mushaklarda kuchsizlik hissining yuzaga kelishidir. Eng asosiysi bu to'satdan og'riq paydo bo'lishi. Ya'ni bemorimiz og'ir narsa ko'tarib yubordi yoki yiqildi yoki o'tirgan va to'satdan og'riq paydo bo'lsa, o'ng yoki chap oyoqlarida, shunda biz grijaga taxmin qilishimiz mumkin. Lekin grijani tasdiqlash uchun biz MRT tekshiruv qildirishimiz kerak. MRT tekshiruvda ko'rib chiqqanimizdan so'ng o'sha o'zini belgilari bor. Grija nimaligini tushuntirish uchun birinchi mana ko'rsataman, bu bel umurtqamiz va bel umurtqamiz mana bu ikkita umurtqa va ikkita umurtqani orasida disk joylashgan. Endi bu plakatga o'tsak, mana umurtqa, mana ikkita umurtqa va umurtqani orasida mana disk joylashgan. Diskda o'zi esa fibroz halqasi bilan va o'rtadagi yumshoq paxtaga o'xshaydigan narsadan iborat. Ya'ni bu paxta bu bizning amortizatorimiz, mashinaga o'xshab. Endi grija deganda nimani tushunamiz? Fibroz halqasi yirtilib, mana fibroz halqasi yirtilib, mana bu o'rtadagi narsasi oqib chiqsa va nervni siqsa, shu grija hisoblanadi. Ko'pincha bemorlarimiz keladi, mana grija deb yozib berdi-ku, MRT desa, MRT da ochsak, biz ko'ramizki, mana fibroz halqasi bo'rtib chiqib qoladi. Mana maytdan ko'rishimiz mumkin, mana bu fibroz halqasi, mana o'rtadagi yumshoq narsasi, mana bu yerda yirtilyapti mana. Bu protruziya. Mana yirtilyapti, bo'rtib chiqib qolgan. Mana o'rtadagi narsasi oqib chiqsa, o'sha grija hisoblanadi. Birinchi va asosiysi endi ko'proq yoshlarda kuzatiladigan narsa bu og'ir narsa ko'tarib yuborish. Ya'ni o'ziga mos kelmagan vesni ko'tarsa, o'shunda grija paydo bo'lishi mumkin. Bu yoshlarda. Eng xavfli asoratlari bu nervda, endi oddiy til bilan nerv qurib qolishi. Ya'ni oyoqqa tushayotgan nervda grija bilan suvayda orasida qisilib qoladi va ko'pincha bemorlarimiz operatsiyadan qo'rqishadi va chidab yurishadi yoki lecheniya qilib yurishadi. To'g'ri, 95% grijalar o'zi so'rilib ketadi, lekin oyoqda kuchli og'riq, uyushish, oqsislanish paydo bo'lsa, buni operatsiya qilish kerak. Endi aslida o'zi hech qanaqa dori grijaga ta'sir qilmaydi. Bu ko'proq immunitetga bog'liq. Ya'ni o'zimizni immunitetimiz so'rdirishga harakat qiladi. Nima uchun o'zi og'riq paydo bo'ladi? Og'riq bu o'sha grija paydo bo'lgan joyi yallig'lanishi. Yallig'lanish bu bizning immunitetimiz shu narsani, shu grijani so'rdiryapti degani. Endi ko'pincha bemorlarimiz og'riqqa chidolmasdan borib dorilarni ichib oladi va shu yallig'lanishni to'xtatkizib qo'yishadi. Aslida og'riq qoldiruvchi dorilar ichib bo'lmaydi. Qachon ichiladi? Faqatgina og'rig'imiz 1 balldan 10 ballgacha 10 ball bo'lsa, o'shunda og'riq qoldiruvchi bitta tabletka ichish mumkin. Chidolmasa, aslida yotish kerak va shu og'riq hisobiga shu grija so'rilib ketadi. O'shuning uchun hech qanaqa dorilar yordam bermaydi. Bu faqat immunitetga bog'liq narsa. Bu mana umurtqa, ikkita umurtqa, bu mana orqa miya va pastga tushadigan mana nervlar. Endi mana bu yerda grija paydo bo'ldi va shu grijani qisib turibdi. Bu yerda yallig'lanish paydo bo'lgan. Qancha harakat qilaversangiz, og'riq bo'laveradi. O'shuning uchun ham grija paydo bo'lganda biz tavsiya etamiz 2 hafta, 3 hafta maksimalni ko'proq yotish kerak, harakat qilmaslik kerak. To'g'ri og'riq bo'ladi, lekin chidamli og'riq bo'ladi. Tursa, yursa kuchayadi og'riqlar.
lekin yotsa chidamli og'riq bo'ladi. O'zi hamma sport bilan shug'ullanish bu juda foydali, lekin eng asosiysi bel va qorin mushaklarida rivojlantirish kerak. Shifokorlar og'ir yuk ko'tarmaslik, organizmni haddan ziyod zo'riqtirmaslik va keskin jismoniy harakatlardan saqlanish bo'yicha bergan tavsiyalarga hamma ham amal qilavermaydi. Natijada esa kasallik chuqurlashib, inson hayoti sifatiga jiddiy ta'sir ko'rsatishi mumkin. Mutaxassislar ta'kidlashicha, disk churrasi bugun yosharib bormoqda. Ilgari asosan katta yoshdagi bemorlarda uchragan bo'lsa, hozirda 20 yoshar yigit-qizlar orasida ham kuzatilmoqda. Sabab kam harakat, turmush tarzi, uzoq vaqt kompyuter oldida noto'g'ri o'tirish, jismoniy faollikning yetishmasligidir. Disk churrasi zamonaviy hayot tarzining oqibati sifatida keng tarqalayotgan kasallik, lekin uni barvaqt aniqlash va to'g'ri davolash orqali og'ir asoratlarning oldini olish mumkin. Dilshoda Avazova, Kamoliddin Qurbonov bugun dasturi uchun.